Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Renzo. Bugungi videoda Dexland serverda FF qilaman. Aytgancha bu resurs park. Qanday resurs park desanglar, bu meni shaxsiy resurs parkim. Renzo Green PvP Pack nomi. Keyin yana bitta yangilik, men Telegram kanal ochdim. Bemalol o'sha yerdan sizlar bu resurs pakni topsanglar bo'ladi. O'sha Telegram kanalimga yuklab qo'yganman. Nomi Renzo Uzmine har doimgidek. Bemalol kanaldan topib olsanglar bo'ladi. Bemalol yuklab o'ynashinglar mumkin. Bugun nima o'ynaymiz desanglar, shu resurs pakdan bir marta Go bedvarsni chiqamiz. Resurs pakni ko'rsatib o'tsam, bu yerda olmoslar yashil bo'lgan, olmos bronyalar full yashil bo'lgan. Blokda esa mana qo'limda ko'rib turibsizlar. Har xil resurs paklardan chopib olganman. Bir ikkita narsalarni, bloklarni ko'rinishlarini narsalarni bir ikkita shilib olganman, bir ikkita resurslardan. Qilishni esa mana buni ham Google'dan topganman hammasini. Hammasini bitta resursga keyin kelganman. Google'dan olib bitta resurs pakka kelganman o'zim. Mana bu Bedwars. Bu mashhur legendali o'yin. Sal tushib ketamanmi deb o'ylayapman-da. Meni qurishim bor edi. Hoppale. Ko'ringlarmi? Shunaqa qilib qurish bor. Normalniy darajada tez quriladi. Yiqilib ketasizlar lekin oxirida ko'p turib bo'lmaydi degani. Yana bitta olib temir burun yo'q ketamiz. Mambu va man bilan kerak. Bo'ldi, ko'ringlarmi? Qotib qoldi pilar. Qotib qolmaganda urib tushirardim. Chekkadan urib tushirmoqchi edim. Kim bilan urishyapsan sen? Kim bilan urishayotganingni bilib urish ukajonim. Menga birinchi kelgani buni xatosi edi. Ana 4 ta. Bo'ldi, endi avtomatik buni o'ldiraman, men qarab o'tirmayman. Bu bolaga endi qarab o'tirmayman. Qaychi ham kerak bo'ladi, blok ham kerak bo'ladi. Makkachi? Kelinglar birinchi yashilni sotamiz. Bu admin mi? Prямо sakradi. Bo'ldi. Mana shuni yo'q qilish kerak. Bo'ldi, bitta komanda yes yo'q qo'ydik.
Chicha blok yetmayapti-da. Yehi. Go qizil. Yey, singla qopti faqat. 3 ta singa. Kelinglar. Ke. Ye, ikkitalab meni zo'rg'a o'ldirishdi mayli. Tushmadi eng qizg'animda. Nimagadir tushmadi. Mayli. Ye. Yomon xabar u. Birikta TNT. Kamon va o'qi. Yehe. Bo'ldi men. Nimaga edi men chaqirib o'shatdi? Nimaga tegmadi hol? Nima haqqing bor edi tegmaslikka? Bo'ldi sizlar oxiriga borishim. Voy biling, yurmay qoldim. Nimaga shunaqa qildim? Yurmay qolib qolsa bo'ladim. Nimaga shunday bo'ldi? Bitta firewall qaytadan mayli. Endi aniq tamom. O'yin premo tugadi, ishoninglar, tugadi shu yerda. Video ham tugadi, boshqasini ham shu yerda tugataman. Ko'rdinglar popomni. Yih, bля, chekkada olmoqchi edim. O'xshamay qoldi mayli. Lekin men seni tirik qoldirmayman. Tosh qilich, ikkita TNT. Nimaga shuncha ko'p blok olyapti desanglar ishoninglar. Blok o'ta kerak narsa. Krisa. Ikkinchi o'rinda men bo'lman. Pant berdi şimdi. Shunday joylarda pant beradi-da. Yana bir marotaba. Birinchi partiyani ko'ringlar. Butun boshli komandani yorib bittasiga o'tkazib o'tiribman. Nechta ular? 3 tani. 3tasini ham o'ldirib yubordim. Mayli. Endi shu partiyada yutishga harakat qilamiz hech bo'lmasa. Ko'raylikchi. Sizlarga temir bermayapti, menga beryapti. Ololmasanglar kerak u mendan temir. Gold please deydi. Bir tiyinga kerak emas narsani hozir qo'limdan og'ardim xato. Yaxshi. Nimagadir net o'qib qolyapti.
Iye, nima bo'lyapti menga? Qo'lim chiqishib qopti. Mana qaranglar, internetni tezligiga qaranglar. Ertaga Wi-Fi ishlasin. Cho'tka bo'lib ketadi endi. Superman git gitti. 10 yeb yana bitta. Qochay. Bitta oltin. Menimcha bo'ldi. Nima qizil shunchalik supermarketga kelsam mayli. Men bunga boshqacha qilib beraman. Ke. Ye. Aha. Bir bulu qurpol o'tdi. Bunaqa yo'llardan meni nima deydi? Meni o'ldirgandan keyin tirik ketishim muammolar shu. Ishonaveringlar. Men o'ldimmi demak u ham o'lgan. Mana bunaqa yo'llarda katta ehtimol bilan 80% hollarda men tushirib ketaman meni tushirgan odamni. Yeah. Judayam neto bo'lyapti-da, nimadir. Hey. Yusuf. Chekkaroqda o'ynagin, qijonim, iltimos o'ynab bilmaydi. Qani? Sen kelarsan balkim, kelmoqchimisan? Kelolmaysan ham. Kelolmaysan ham. Bu yoqda sariq, o'rtada qizil, ko'k bir-birini go'shtini yeyapti. Men yashil bo'lib, asta chekkadan o'tib keta qolaman. Blok qiyish nimasi bor o'ramiz. Bir parkur sinab ko'ramizmi? Gorilam. Kellaring, ke. Qo'ldir. Eng muhim parkurni ko'rdinglar, parkurni udarni ko'rdinglar. Kim shunaqa qila oladi? O'zbeklarda aytinglar deydi. Parkurni yorib men. Manda eventlarda yo'q u. Mayli. Endi qaranglar. Bular cho'ti ko'p. Odam bu safar ko'p o'yinda. O'shaning uchun eng kami jonlarni qaranglar. Siniylar va bizlar bor ekanmiz. Siniylarni ham yo'q qilish kerak edi. Ketdik davay. Bir qo'ka. Kravatni buzmay qoldi. Kimnidir o'ldiribman shunday. Kravatni buzmay qoldi endi. Shunaqa paytlarda mazza qilaman-da. Qizillar va sariqlar ketdik. Sariqlarni yo'q qilib kelaman. Agar yo'q qila olsam. Ana endi qiz.
Hayır. Orqada ochiqqa tushmanda meni shakaga. Qo'rqasanlar yursalar hiç. Yeah. Mayli. Haliyam resul FPS'im balandmas ekan. Tug'ilganing gapi shu yomon qildiradimi? Ana unaqa FPS'larda o'ynamayotganga borsam bo'sayam bo'larkan bo'lavush. Kirisa. Birovga narsalar kiyay desam, mana bular bo'shatmagan. Qaranglar. Normalniy bir narsa berishmaydi odam. Mana bu ham 40 ekan. Shunchaki ular qimmat bo'ladi. 40 ta железaka. Ye, buncha qanday uryapti? Urilamanmi? Nima bo'lyapti FPSga shunday paytlar? FPSim gullab chichyapti. Eng gulli bo'qlardan sichyapti. Yaxshi urdi. Epladik. Mana shu sponge degan narsani yo'q qilish kerak. FPSni qaranglar. Boya yomon edi, endi yaxshilab oldi. Men bilan meni hozir kasal qiladi. Hozir gaplashaman. Iltimos sponsni bosib o'tmaydi yaxshi.
Demak, bizlarning kravat buzildi. Bo'ldi, tamom. Qaranglar. Nima qilamiz hozirgi momentda? Qizlarga boramiz. Mana shu ko'klarni men hozir yo'q qilaman shuni. Temir qilich. Jicha firework, jichagina emas. Come on. Firework. Apple. Qani ko'raylik bularni. Nima qilarkan? O'zimni eski usuldan foydalanamiz. Bittasi yo'q. Va easy o'yin, easy. Yeah. Ko'rdinglar, resurs pak. Mana shu sizlarga ko'rsatish uchun o'zi kirdim. Bu resurs pak meni Telegram kanalimga o'tib olishinglar mumkin. Hozircha esa hammaga xayr.